Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz siz azizlar bilan Imom Shayx Abdulqodir Iso rahimahullohning Haqoiq va An-Tasawwuf kitoblaridan ilmga tegishlik boblarni o'tayotgan edik. Bugungi mavzuyimiz hukmu ta'allumul ilmi. Ilmni ta'lim olish hukmi. Shariatda uni hukmi qanday? Mana shu mavzuga to'xtalib o'tamiz. Yanqasimul ilmu min haysu hukmihi shar'i ila salasati aqsamin. Ilm o'zining shar'iy hukmiga ko'ra, shar'iy hukm jihatidan, demak, 3 qismga bo'linadi ilm. Birinchisi ma'murun bihi, buyurilgan ilmlar, olinishligi, ta'lim olinishligi kerak bo'lgan, farz bo'lgan ilmlar. Ikkinchisi manhiyun anhu, nahiy qilingan, shariatda olish o'sha ilmni hosil qilishlik qaytarilgan ilmlar, harom bo'lgan ilmlar. Uchinchisi mandubun ilayhi, targ'ib qilingan, ya'ni mustahab bo'lgan, olsa savob bo'ladi, lekin olmasa gunohkor bo'lmaydigan ilmlarga taqsim bo'linadi. Birinchisi al-ulumul ma'muru biha, shariatda buyurilgan ilmlar. Va hiya sinfani, u ikki xil bo'ladi. Shariatda buyurilgan ilmlar ikki xil bo'ladi. As-sinful avval farzu aynin, farzi ayn bo'lgan ilmlar bor. Va huwa ma la yasqutu anil mukallafi illa biqiyamihi bihi bi nafsihi. U shunday ilmiki, mukallafdan u qachon soqit bo'ladi? Qachonki o'zi ana shu ilmni hosil qilsa, ana shu ilmni olsa, uni zimmasidan soqit bo'ladi. Bo'lmasa, uning farzi zimmasidan soqit bo'lmaydi o'rganmaguncha. La budda qabla ta'dadil ulumil mafruzati ala al-mukallafi farza aynin min an نثبت بعض القواعد الأساسية في هذا الموضوع منها قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Endi farz bo'lgan ilmlarni sanashdan oldin, mukallafga farz ayn bo'lgan ilmlarni sanashdan oldin ba'zi bir bu mavzuga tegishlik asosiy qoidalarni aytib o'tsak. Shu farz ayn bo'lgan ilmlarga tegishli bo'lgan ba'zi bir qoidalarni aytib o'tsak, shunda mavzuni yanada yaxshiroq o'rgana olamiz. Mana u qoidalardan bittasi ma la yatimul vajibu illa bihi fa huwa vajibun. Agar vojib usiz tom bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha narsa ham vojib bo'ladi. Mana bir vojib amal, o'sha vojib amalga bir narsasiz yetisha olmaydigan bo'lsangiz, o'sha narsaning o'zi ham vojib bo'ladi. Misol mana namoz farza. Namozga biz tahoratsiz erisha olmaymiz. Namozni qoyim qila olmaymiz tahoratsiz, to'g'rimi? Shu tufayli nima bo'ladi? Tahorat farz bo'ladi. Va minha qoida al-ilmu tabi'un lil ma'lum. Yana bir qoida, ilm ma'lumga tobedir. Ya'ni ilm sifatida o'rganilgan narsaga tobedir. Bu ham bir qoida. Fal ilmu allazi yutawassalu bihi ila iqamatil farzi yakunu farzan. Masalan, ikkita qoidani endi tatbiq qiladigan bo'lsak, farzni qoyim qilishlikka olib boradigan ilm ham farz bo'ladi. Masalan, mana namoz bizga hozir farza yoki roza tutish Ramazonda bizga farz. Hozir masalan farz emas. Roza tutish farz emas. Demak, namozni ilmini o'rganish bizga farz bo'ladi hozir. Ayni daqiqalarda agar bilmasak, o'sha ilmni o'rganishlik bizga farz bo'ladi. Ammo Ramazon rozasini tutishni o'rganish farz bo'lmaydi. Chunki hozir u farz emas. U Ramazonda farz bo'ladi. Ammo Ramazon kelgan paytda bu ilmni o'rganmasak, farzi qilmagan bo'lamiz. Ramazon roza tutishni o'rganmasak, nima bo'lmaydi? Farz zimmamizdan soqit bo'lmaydi. Yoki hozir uylanmagan bo'lsak, bizga nikohni o'rganishlik farz emas, nikoh ilmini o'rganish farz emas. Ammo uylanadigan paytimizda o'sha ilmni bilmasak, biz farzni bajarmagan inson, musulmon sifatida qattiq gunohkor bo'lamiz. Val ilmu allazi yatawassalu bihi ila iqamatil vajibi yakunu vajiban. Endi vojibga olib boradigan ilmni o'rganishlik ham vojib bo'ladi. Oldingiz farz edi, bunisi vojib bo'ladi. Val ilmu allazi yutawassalu bihi ila iqamati sunnati yakunu sunnatan. Sunnatni qoyim qilishlikka olib boradigan ilmni o'rganishlik esa sunnat bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni ma la yatimul vajibu illa bihi fa huwa vajibun qoidasidan kelib chiqadi bular. Ya'ni bir narsa vojib bo'lsa, o'sha vojib mukammal bo'lmasa, bir narsa topilmaguncha, o'sha topilishi kerak bo'lgan narsani o'rganishlik yoki bilishlik vojib bo'ladi-dan kelib chiqyapti. Va binoan ala hazihi al-qawaid نعدد بعض العلوم المفروضة فرض عين على كل مكلف. Mana shu qoidalarga binoan, hozir sanab o'tgan qoidalarimizga binoan, ba'zi bir farz ilmlarni har bir mukallafga farz ekanligini biz o'rganib chiqamiz.
ba'zi bir ilmlar har bir mukallafga farz. Masalan, ta'allumu aqidati ahli sunnati val jamaa ma'al istidlal al-ijmali ala kulli mas'alatin min masail al-imaniyat. للخروج من ربقة التقليد وللحفاظ على إيمانه أمام تشكيك الملحدين ومغالطات الضالين. Birinchi, hammaga ommatan darhol o'rganishlik farz bo'lgan ilm bu ahli sunna val jamoani aqidasini o'rganmoqlik. Chunki bizga hozirdan u farz, hozir bilishimiz kerak. Chunki biz ana shu e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Demak, bulardan birinchi hammaga ommatan farz bo'lgan, darhol farz bo'lgan ilm ahli sunna val jamoa aqidasini o'rganmoqlik ijmoliy dalillar bilan. Ijmoliy degani umumiy, ya'ni batafsil dalillar bilan emas, balki qisqacha dalillar bilan o'rganmoqlik farz bo'ladi. Har bir masala, iymonga taalluqli har bir masalani alohida shu dalillar bilan o'rganib chiqishlik kerak bo'ladi. Nima uchun? Taqlid sirtmog'idan qutulishlik uchun. Ya'ni taqlidiy iymon unaqa kuchli iymon hisoblanmaydi. Mana ota-onam musulmon, mana musulmonman degan iymoni bu taqlidiy iymon deyiladi. Ana shuni sirtmog'idan qutulishlik uchun nima qilishlik kerak bo'ladi? O'zi har bir masalada aqidani dalillar bilan, qisqacha dalillar bilan o'rganmoqligi kerak bo'ladi. Yana shuningdek, iymonini mulhidlarni, dinsizlarni, dahriylarni shakka solishlari oldida muhofaza qilishlik uchun ham kerak bo'ladi. Chunki dalillar bilan, qisqacha dalillar bilan bilib olsa, sal gapga mulhidlarni, kofirlarni turli xil unga qarshi dalil keltirishlarini oldida dovdirab qolmaydi. Bemalol iymonini muhofaza qila oladi. Shuningdek, zalolatga ketganlarni, xatolarni oldida ham iymonini saqlay oladi. Mana shuning uchun har bittamiz demak aqida ilmini ahli sunna val jamoa aqidasiga ko'ra o'rganmoqligimiz farzi ayn hisoblanadi. Har bir kishi uchun. O'rganmaguncha uni zimmasidan soqit bo'lmaydi. Ikkinchisi ta'allumu ma yastati'u bihi al-mukallafu ada' al-mafruz alayhi min al-ibadati kas-salati vaz-zakati val-hajj vas-savmi. Mukallaf, ya'ni shariatga taklif qilingan, shariatni amalni qilish kerak bo'lgan kishi o'zi qodir bo'lganicha o'ziga farz bo'lgan ibodatlarni o'rganmoqligi lozim bo'ladi, farz bo'ladi. Namoz, zakot, haj, ro'za kabi. Masalan, boy bo'lmasa, hozirchalikka farz emasdir. Lekin boy bo'lish bilan darhol o'shani o'rganib, zakotini chiqarishligi lozim bo'ladi, farz bo'ladi. Chunki farzga olib boruvchi narsani ham bilishlik nima? Farz hisoblanadi. Uchinchisi, man ta'ata shay'an min al-muamalat kal-buyu' wal-ijarati wan-nikahi wat-talaq. Kim endi tepadagilar ibodatidir. Ibodatda o'zini o'sha qodir bo'lganicha o'ziga farz bo'lgan jihatlarni o'rganishlik kerak bo'lgandek, muomalatda ham kim qaysidir muomalatga kirishadigan bo'lsa, o'sha muomalatda shariatdagi hukmini bilishligi farz bo'ladi. Masalan, savdogar bo'ladigan bo'lsa, bay ilmini o'rganishligi farz. Buni yodda saqlaylik. Masalan, hozir juda ham ko'pchilik tijorat bilan shug'ullanadi. Musulmon 5 mahal namozni o'qiydi, halol yeydi, haromdan qo'rqadi, lekin bu to'g'ridagi shariat ilmlarini bilmaydi. Oddiy asoslardan ham xabari yo'q. Ularning zimmasida bu farz bo'lib turibdi, hali soqit bo'layotgani yo'q, gunohkor bo'lyapti o'sha muomalat ilmini, ya'ni aynan bay ilmini o'rganmayotganligi. Modomiki bozorda ekan, modomiki savdoda ekan, uni o'rganishligi farz ayn bo'ladi. Yoki mana ijaraga beradi, ijaraga oladi. Mana bu odamlar ijara ilmini, shariatdagi ijara bobini, ijara kitobini o'rganmoqligi farz bo'ladi. Yoki uylanmoqchi bo'lgan yoki oilali odam nikoh ilmini albatta bilishligi kerak bo'ladi. Taloq ilmini albatta bilishligi kerak bo'ladi. Ana shunday ilmlarni farz ayni bajarilmaganligi uchun shu kunlarda oilaviy nizolar juda ham ko'p, oilada ayollarning huquqi qanchasi poymol bo'lib yotibdi, ajralishlar juda ham ko'p. Jamiyatdagi eng asosiy muammolardan bittasi bo'lib qoldi. Nimaga? Zimmamizdagi farz ayni bajarmayapmiz. Aynan nikoh, taloq masalasida o'zimizga yetarli bilimga ega bo'lmayapmiz. Taloq xotinni qo'yib yuborishlikka sabab bo'luvchi ish ekanligini bilyapmiz, lekin uni qanday amalga oshirishligini, qaysi holatda joiz va qaysi holatda nojoiz bo'lishligini bilmayapmiz. Shuning uchun 3 taloq qilib qo'yib bu yerga kelib shariat ilmini bilmaganligi aybi bo'la turib yig'lab o'tiradi, domladan yo'l so'radi. Shuni hal qilib bering, 4 ta bolam bor edi, endi nima bo'ladi bu yog'i deb o'tiradi. Sababi farzi aynni bajarmaganligi tufayli. Yaftarizu alayhi ta'allum ma yatamakkanu ma'ahu min tajannubil haram va iltizam hudud shar. Biz aytmayapmiz bu to'g'rida olim bo'lib ketsin deb. Hamma narsani bilsin, batafsil bilsin demaymiz. Balki haromdan saqlanishlik, halolni qasd qilib o'shani amal qilishlik va yana shariati chegaralarida tura oladigan darajada bilishlik albatta demak farz bo'ladi.
juda batafsil sunnatlari, odoblari, boshqalarni bilib yoki qaysidir bir o'rinlarda masalan mana quldorlik masalalari uchraydi, cho'rilik masalalari uchraydi, o'sha nikoh bobida boshqada ularni o'rgansin demayapmiz. Aynan o'zini shariat doirasida tutib tura oladigan, haromdan saqlaydigan darajada ilmga ega bo'lishligi farz bo'ladi. Hozirgi aytgan, ya'ni 3 taloq qilib qo'yish boshqalar aynan o'sha haromdan saqlanmaslikga misol bo'ladi. Albatta bu masalalarni o'rganishligi kerak bo'ladi. تعلم أحوال القلب من التوكل والخشية والرضا لأن المسلم واقع طيلة عمره في جميع الأحوال القلبية. To'rtinchisi, qalbning holatlarini ilmini o'rganmoqligi farz hammaga hozirdanoq. Masalan, tavakkul nima? Qalbi holat, masalan, ko'p o'rinlarda tavakkul yetishmaganligi tufayli, mana hozirgi kunlarda mana shu virus tufayli qanchadan qancha odamlar kasallanyapti, ba'zilar o'tib ketyapti, vafot etyapti. Bunda ko'proq tavakkul yo'qligidan bo'lyapti. Ya'ni qalbda qo'rqinch, o'zi kasallik bor. Kamiga qo'rqinch bilan u kuchayib ketyapti. Buni shifokorlar o'zi ochiq oydin aytishyapti. Qo'rquv battar kuchaytiradi kasallikni. Tavakkul ana shu qo'rquv yo'qotadi. Chunki hamma narsa Allohning qo'lida. Tavakkul degani Allohni vakil qilish degani. Masalan, biz bir ishimizga bitta odam vakil qilsa, o'shanga ishonamizmi? Demak, hamma ishimizni biz Allohni vakil qiladigan bo'lsak, xotirjam bo'lamiz. Meni yaratgan zot, menga nima narsa foyda beradi, nima narsa zarar beradi, o'shalarni hammasini biladigan zot va foydani ham beruvchi, zararni ham beruvchi zot. U zotni men vakil qilaman, nima desa, shunga roziman. Chunki doim muvakkil vakilining ishlariga, tasarruflariga rozi bo'ladi. Men roziman degan odamda qanday xotirjamlik bo'ladi? Kasallikning yarmi tuzaldi bu odamda. Biz ana shu ilmdan bexabar bo'layotganligimiz uchun hatto vafot etib ketyapmiz. Nafaqat bu haligi qiyin ahvolga tushib, kasal bo'lib qiynalyapmiz, balki eng oxirgi halokat bu vafot etishgacha borib qolinyapti. Yoki xashya, Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqish bo'lsa insonda boshqa narsalardan qo'rqmaydi. Hozir turli xil kasalliklar o'sha qo'rquvdan yuzaga kelyapti. Ishimdan ajrab qolaman, mol dunyoyimdan ajrab qolsam kelajagim nima bo'ladi? Mana shu holat juda ham hozir dunyoda, ayniqsa taraqqiyot etgan dunyoda bu juda ko'p uchrayapti. Ertaga ishsiz qolsam nima bo'ladi? Qanday yashayman deb. Yoki o'zi milliarderda o'sha kamayib qolsa keyin nima bo'ladi? Men Germaniyada bir milliarder o'zini poyezdga tashlaganini o'qib hayron qoldim. Nimaga tashlaydi? Qo'rquv borda. Kelajakda o'sha oldingi hayotini davom ettira olmasligi qo'rquvi bor. Allohdan qo'rqqan odam hech narsadan qo'rqmaydi. Uni vakili turibdi. Yoki rizo, Allohning har bir ahkomiga rozi bo'lishlik. Bizni ustimizda joriy qilayotgan qadariga rozi bo'lish, taqsimotiga rozi bo'lish. Rozi bo'lsa, odamda hasad bo'lmaydi. Rozi bo'lsa, odamda kuyinib adovat bo'lmaydi. Birovlarni yomon ko'rmaydi. Rozi bo'lmaganlik uchun, birovga ko'p berilganlik uchun ko'p berilganini yomon ko'radi-da, hasad ham o'sha yerda, adovat ham o'sha yerda, uni orqasidan qotillik edi yoki fisq edi, boshqa nifoq, hamma narsa o'shaning orqasidan keladi. Lekin Allohning hukmlariga rozi bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Xotirjam yashaydi. Mana shularni qalb holatlarini o'rganishlik ham har bittamizga farz. Chunki bizga aynan hozirdan shu narsalarga amal qilishligimiz lozim bo'lib turibdi. Va umri davomida bu narsalarga doimiy har lahza odam uchrab, yo'liqib boradi. Chunki har lahzada tavakkulga muhtojmiz. Oddiy tuflimizni ipi uzilsa ham Allohga muhtojmiz biz. Allohga tashlashimiz kerak. Har qanday holatda demak mana shu ilmlardan bahramand bo'lib, bu ilmlarga amal qilib borishimiz kerak bo'ladi. Bu farz ayn. Xuddi hozir aytganimizdek namozni o'rganish qanday farz bo'lsa, bu ham xuddi shunday farz. Undan hech qanday kam joyi yo'q. تعلم جميل أخلاق الحسنة والسيئة كي يطبق الحسنة كالتوكل على الله والرضا عنه والتسليم له والتواضع والحلم إلى آخره ويجتنب السيئة كالكبر والغرور والبخل والحسد والحقد والرياء. Beshinchi, demak, o'rganishlik farz ayn bo'lgan ilm bu barcha go'zal xulqlarni o'rganmoqlik kerak bo'ladi. Qaysi xulqlar islomda go'zal xulqlar hisoblanadi, axloq hisoblanadi. Ana shularni o'rganmoqlik va qaysi axloqlar yomon xulqlar hisoblanadi, ana shuni o'rganishlik farz ayn hisoblanadi. Nimaga? Yaxshilarni hayotda biz doimo tatbiq qilishimiz kerak. Chunki har bir lahzada inson o'zini pozitsiyasini e'lon qilishga majbur. Kim ekanligini ko'rsatishga majbur. Agar biz go'zal xulqlarni oladigan bo'lsak, o'sha go'zal xulqlarga amal qiladigan bo'lsak, biz musulmonning axloqini, musulmonning pozitsiyasini, musulmonning mavqifini biz namoyon qilayotgan bo'lamiz. Yomonlardan saqlanadigan bo'lsak, aynan o'sha Robbimiz bizga o'rgatgan, ta'lim bergan narsalarni qilayotgan bo'lamiz.
Agar uni qilmasak nima bo'lamiz? Biz gunoh kabira qilamiz. Mana Allohga tavakkul kabi go'zal axloqlar, Allohdan rozi bo'lish, unga taslim bo'lish. Har bir ishda biz rozimiz deb taslim bo'lishligimiz, tavozu, insonlarga nisbatan tavozu. Biz o'tgan suhbatda aytdik, tavozu nima ekanligini. O'zining darajasidan ozgina pastga tushish. Ozgina pastga tushgan odam, mutavozi odam hech kim yomon ko'rmaydi. Menga ko'rsating, tavozuli, doim kamsuqum bo'lib, hech qaysi narsaga aralashmasdan, nima desa xo'p deb turgan odam kim yomon ko'radi? U xo'p deyishligi botilga xo'p deyotgani yo'q. Yomon narsaga xo'p deyotgani yo'q, balki o'zini haqida yoki birovning haqida doim nima? O'zini past tutib, narigi tomonga imkoniyat berayotgan odamni doim yaxshi ko'riladi. Hamma janjal, muammo, nizo o'zining teng ko'rganligi yoki katta ko'rganligidan kelib chiqadi. Chunki o'zini teng yoki oldiga nisbatan katta ko'radigan odam ko'proq narsani talab qiladi undan. Haq masalasida ham, e'tibor masalasida ham, boshqa masalalarda ham ko'proq narsani talab qiladi, o'shandan muammo kelib chiqadi. Ammo tavozu bo'lsa nima bo'ladi? Tavozu bo'lsa har qanaqangi nizo olovi, adovat olovi o'chadi. Men hayotda juda ham ko'p ko'rdim shu narsani. Tavozu bo'lsa, chiroyli muomala qilib, siz nima desangiz shu, men hamma narsaga roziman. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Bu joyda biz Alloh va Rasulini rozi qiladigan amal qilsak bo'ldi desangizda, sizga muxolif bo'lib turgan, sizga adovat qilib turgan odam qo'llari bo'shashib ketadi. So'zlari butunlay boshqacha nimaga, ohangga o'tib qoladi. Gapirayotgan ohangga. Bu narsa tajribada ham juda ko'p uchraydi va shuning uchun ham dinimizda qayta buni yaxshi go'zal sifat o'laroq zikr qilinaveradi. Buni o'rganishlik va bunga amal qilishlik nima bo'ladi? Farzi ayn bo'ladi har birimizga. Halimlik. Halimlik bilan ilonni indan chiqarsa bo'ladi. Har qanaqangi holatda. Ish bitmagan taqdirda, ishingiz amalga oshmagan taqdirda, lekin go'zal xotimalanadi. Hech kim xafa bo'lmaydi sizdan. Agar hamma halim bo'lsa, hamma mutavozi bo'lsa, tasavvur qiling, hamma Allohning taqsimotiga rozi bo'lsa, jamiyatda nizoga o'rin qoladimi? Jamiyatda bir-biriga adovatga o'rin qoladimi? Agar jamiyatda adovat bo'lmasa, jamiyatda nizo bo'lmasa, qanaqangi rivojlanadi? Hozirgi paytda bizni taraqqiyotdan orqaga tortayotgan eng asosiy sifatlar shu. Mana korrupsiya deyapmiz, mansabparastlik deyapmiz, odamlar bir-birini aldashligi deyapmiz, nifoq deyapmiz. Hammasi shariatdagi go'zal axloqlarni o'rganmaganligimiz va hayotimizda tatbiq etmaganligimiz sababli. Din boshdan oxirigacha axloq. O'tgan suhbatda aytdik, tasavvuf ham boshdan oxirigacha axloq deganmiz. Agar hamma, o'shaning uchun ham shuda haligi oyatda aytilgandek Alloh taolo innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Albatta Alloh taolo bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha ularning ustidagi narsani o'zgartirmaydi. Agar siz halim bo'ling, mutavozi bo'ling, Allohdan rozi bo'ling, Allohni vakil qiling har bir ishingizda. Shunaqa yashasangiz, atrofingizdagilar o'zi qalbi yumshab sizga munosabati o'zgaradi. Munosabati ma'lum qismini o'zgarsa, ma'lum qismi sizga taqlid qilishni boshlaydi. Bu odam juda ajoyib inson. Hamma yaxshi ko'radi bu insonni deb. Taqlid qilishni boshlaydi. Sizdan ta'lim olishni boshlaydi. O'z-o'zidan jamiyat o'zgarishni boshlaydi. Buning uchun siz hozir masalan O'zbekistonda 34 million odam bor ekan, hammasini o'zgartirish kerak. Oho, qanaqangi qiyin ish demang. Siz o'zingizdan boshlayvering ishni. Agar mana shu aytilayotgan go'zal xulqlarni kasb qilinadigan bo'lsa, jamiyat 34 million o'zgarishligi hech qiyin ish emas. Qalblarning egasi kim? Alloh. Sizga nisbatan qalbi o'zgartirib qo'ygandan keyin vaziyat o'zgaraveradi. Bir banda Alloh taologa nafl ibodatlar bilan harakat qilaveradi, yaqinlashaveradi. Keyin nima bo'ladi? Alloh taolo yaxshi ko'rib qoladi uni. Alloh taolo yaxshi ko'rib qolgandan keyin nima deydi? Bu hadis sharif. 7-qavat osmondagi farishtalarga men falon bandani yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ring deydi. Va mana shu jarayon davom etib 7-qavat, 6-qavatga, 6-qavat, 5-qavatga Alloh taolo falon bandani yaxshi ko'rib, sizlar ham yaxshi ko'ring deb keladi. Oxirgi qavatdagi farishtalar yer yuzida odamlarning qalbiga nima deydi? Ilhom berib, Alloh taolo falon bandani yaxshi ko'rib qolgan. Sizlar ham yaxshi ko'ring deydi. O'zaro muhabbat bo'lgan jamiyatda mana shunaqangi o'zaro muhabbat bo'lgan jamiyatda qanaqangi taraqqiyot bo'ladi? Ham moddiy, ham ma'naviy, ruhiy taraqqiyot bo'ladi. Masalan, men bunga shu shayx hazratlarni ko'p misol qilardim. Haqiqatda u kishini ko'rmagan odamlar ham yaxshi ko'rardi. U kishi vafot qilganlarda tanimaydigan, hayotda uchrashmagan odamlar ham rosa yig'lagan. Nimaga? Haligi hadis sharifda
Ya'ni Alloh taolo yaxshi ko'rgan, hammani yaxshi ko'radigan qilib qo'ygan. Demak, 34 millionning o'zgarishi qiyin emas ekanmi? Siz o'zingiz haqiqiy musulmon bo'ling. Alloh taolo yaxshi ko'radigan banda bo'ling. Mana bu xulqlarni kasb qilib, yaxshi xulqlarni o'rganib, yomon xulqlarni o'rganib, yomonlardan ehtiyot bo'lib, yaxshilarni qozonib yashang. Nima bo'lar ekan? Ana o oyatning taqozosiga binoan jamiyat butunlay o'zgaradi. Siz o'zingizni komil musulmon qilib tarbiyalang, jamiyat atrofingizdagi jamiyat o'zgaradi. Biz aynan shuni xohlaymiz. Biz shu kunlarda musulmonlar aynan mana shu narsani xohlaymiz. Bundan boshqa narsani xohlamaymiz. Bizga hokimiyat ham kerak emas. Bizga mol dunyosi ham kerak emas. Hech narsa kerak emas. Hech kim qo'rqmasligi kerak bizdan. Biz aynan jamiyatda mana shunday go'zal axloqlar o'rganilib, o'shalarga amal qilib yashashlikni xohlaymiz xolos. Jamiyatda butun jamiyat bir bo'lib, qanaqa dinda, qanaqa e'tiqodda, qanaqa tushunchada bo'lishdan qat'iy nazar bir bo'lib, go'zal, adovatsiz, nizosiz, go'zal, xotirjam hayot kechirishlikni xohlaymiz. Va buni yo'li mana shu yo'l. Biz ta'lim beramiz, o'zimiz birinchi bo'lib amal qilamiz, o'rganib amal qilamiz va boshqalarga uni ta'lim beramiz. Bundan boshqa yo'lni biz ko'rmaymiz. O'shaning uchun biz buni sarohatan ochiq aytib qo'yaylik, bizdan qo'rqish keragi yo'q. Umuman qo'rqish keragi yo'q. Biz bundan boshqa narsani davosi emasmiz. Yoki yomonliklardan saqlanadi o'rgangandan keyin. Kibr hamma gunohlarning boshi. Mutakabbirlik qilganligidan boshqalarni mensimaydi. Mutakabbirlik qilganligidan boshqalarni mensimaganligidan men haqqim deb hisoblaydi hamma narsani. Nariga unga muqobil bo'lgan tomon uni yomon ko'radi. Har bir bobda urishga harakat qiladi. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsangiz, hammasi shundan kelib chiqadi. Muammolar. Yoki keyingisi g'urur. Ikki xil ma'nosi bor. G'ururlanish bizdagi o'zbekchadagi g'ururlanish ma'nosi bor. Ya'ni aldanib qolgan. U ikkinchi ma'nodan ham kelib chiqadi bu, ya'ni aldanishda bu. Aldanib g'ururlanib yuradi. Men boshqacha odamman, boshqacha kishiman deb. Vaholanki u boshqacha odam emas, hamma qator bir inson. Yomon narsa bu. Yoki baxillik. Baxillik o'sha mol dunyoni qizg'anishlik, jamiyatda birinchidan mana hozir ko'ryapmiz, o'sha nimada boshda juda qattiq kuchayib ketdi. Pandemiya boshlangan paytda o'sha baxillik tufayli kimlardir o'zidagi bor narsani saqlab qolib qimmat bo'lganda sotaman deb juda ko'p noma'qulchilikka nima bo'ldi? Sabab bo'ldi. Alhamdulillah u narsalar yechilib ketdi, lekin baxillik tufayli shunaqangi yomon ko'rinish oldi. Yoki hasad. Buni hammamiz bilamiz. Nimalarga olib borishlik, ya'ni qanaqa yomon holatlarga olib borishligini. Va egasini ezib tashlaydi hasad. Nafaqat u boshqalarga zarar yetkazadi, egasini ham ezib tashlaydi, yondirib yuboradi. Hiqd, yomon ko'rishlik, riyokorlik, sanoqga yetib bo'lmaydigan nimalar bor? Yomon axloqlar bor. Va min samma yujahidu nafsahu ala tarkiha. Buni bilgandan keyin inson albatta nima qiladi? Bu ishlarni, yomon axloqlarni tark qilishlikka nafsiga qarshi jihad qiladi. Nafsiga qarshi urush ochadi. Iz innal mujahadata farzun ala kulli mukallafin. Zero bu ham, ya'ni mujohada ham har bir mukallaf uchun farz. Nafsga qarshi kurashishlik har bittamizga farz. Bunga beparvo bo'lmaylik. Bu sufiylar qiladigan, mushriklar qiladigan ish deb turib istehzo qilmaylik. Har bittamizga farz bo'lgan amal bu. Va la yumkinu husuluha illa bi ma'rifati al-akhlaq al-mazmumati wal mamduha. Endi bu mujohadani hosil qilishlik faqatgina qachonki biz yaxshi axloqlarni, yomon axloqlarni nima ekanligini o'rganganimizdan keyin bo'ladi. Usiz biz nima bilan jihad qilamiz? Nimaga qarshi jihad qilamiz? Nimaga qarshi urushamiz nafsimizda? Va lihaza qala Abul Hasan ash-Shazali, shuning uchun ham Abul Hasan ash-Shazali bu Shazaliya tariqatini murshidlari aytadiki, man mata va lam yataghalghal fi ilmina haza mata musirran ala al-kaba'ir va huwa la yash'ur. Kim vafot etsa, bizning bu ilmimizga kirmagan holatda, mana hozir axloqlarni o'rganish kerak va o'shanga amal qilish kerak deb tasavvuf ilmini aytilyapti-ku. Kim bizni ilmimizga kirmagan holatda o'lib qoladigan bo'lsa, u gunoh kabiraga qasd qilgan holatda o'ladi. O'zi sezmagan holatda. O'zi sezmaydi. Masalan, qalbida hasad bor. To'g'rimi? Bitta mo'minga hasad qilib jon beryaptimi? To'g'rimi? Yoki riyokorlik bor. Agar riyokorlikka imkoniyat bo'lish bilan o'shani amalga oshiradi. Qasd borda qalbda, chunki ketmagan, turibdi. Qani edi hozir hali o'lish o'ylamayapti-da, hozir tasbihini ushlab turganini bir kishi kirib qolsa, deb turibdi, o'lib qoldi. Nima qilyapti bu? Hali riyo qilgani yo'q, chunki falonchi kirgani yo'q, ammo riyoga qasd qilib turib o'lyapti. Gunoh kabiraga qasd qilib o'lyapti. Demak, bu ilmga kirmaydigan bo'lsa, inson o'lganda o'zi bilmagan holatda gunoh kabiraga qasd qilib o'ladi. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Demak, nima bo'lyapti? Bizga har
holatda farz ayn bo'lyapti bu ilmlarni o'rganishlik. Lozim bo'lyapti. O'shaning uchun Ihyo Ulumuddin kabi kitoblarni yoki Risolatul Qushayriya kabi axloq mazmumalar, axloq mamduhalarni ta'lim berilgan kitoblarni o'rganishligimiz kerak bo'ladi. Bular hammasi Qur'on sunnatdan olingan. Agar Qur'on sunnatni yaxshilab o'rgansak, unda yo'q o'zi hammasini biz nima qilib olamiz, o'rganib olamiz. Lekin biz hozir sanab o'tgan kitoblarimiz bu ixtisos kitoblar. Aynan mana shu fanlar uchun mutaxassislar tomonidan yozilgan kitoblar hisoblanadi. مع العلم أن الكبائر والفواحش منها ظاهرة كالزنا وشرب الخمر ومنها باطنة قلبية كالكبر والنفاق. Yana shu narsa ma'lumki, kabiralar, gunoh kabiralar, fahsh ishlarni zohiri bo'ladi, ya'ni ko'rinib turganlari bo'ladi va botinisi bo'ladi. Masalan, biz odamlarga o'sha riyokorlik ko'p bo'lganligi uchun zohiriylardan hammasidan ehtiyot bo'lib yashayveramiz. Odamlar ko'rib qolsa yomon bo'ladi, meni gapiradi, boshqa deydi, gunohdan ehtiyot bo'ladi, yaxshi amallarni qiladi. Lekin shu bilan birga gunohlarning botinisi ham bor-da. Demak, zohirisiga zino misol bo'ladi, aroq ichishlik misol bo'ladi. Botinisiga esa qalbiy botinisiga kibr, nifoq. Buni hech kim ko'rmaydi. Inson o'zi ham hatto sezmaydi agar o'zi bilan shug'ullanmasa, birovlarni aybi bilan shug'ullanib yuraveradigan bo'lsa, o'zi ham ko'rmaydi. ولهذا نهانا الله عنهما جميعا بقوله. Shuning uchun ham Alloh taolo bularni hammasidan o'zi bizni nahiy qilib aytayapti. Astag'firullah. Bu An'om surasida. Qarang, bu farz ayn har bittamizga deyamizda bu mashoyixlarning so'zi emas-da. Farz ayn deb turib, mana shuni o'rganishing kerak degan so'z mashoyixlarning so'zi emas, balki Alloh taoloning so'zi. Alloh aytayaptiki: "Va la taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan." Qilmang demayapti, yaqinlashmang deyapti. Qilmangdan ham ko'ra balog'atliroq bu. Chunki bir ishni qilmang desa, qilib turgan odamga nisbatan aytiladi, "Voy qilma" deyiladi. Bu ishni qilmagin deyiladi. Zino qilib turgan bo'lsa, qilmagin deyiladi. Bu yaqinlashmang bo'lsa, umuman yoniga bormang siz uni. Qilib turgan odamga emas, hali xayolida turibdi. O'shanga nisbatan bo'lyapti. Aytayaptiki Alloh taolo: "Va la taqrabul fawahisha." Fahsh ishlarga yaqinlashmang. Fahsh ishlar juda ham ko'p. Tushunalingmi? Fahsh ishlarga yaqinlashmang. Ma zahara minha, undan zohiriy bo'lganlarga ham va ma batana, botiniy bo'lganlarga ham. Ko'ryapsizmi? Botiniy bo'lganlar hammasi qalbdagi fahshlar. Yomon xayollar, hali aytganimizdek riyo, hasad, ujub, ko'p juda ham. Sum'a, juda ham ko'p gunohlar bor. Bular hammasi botiniy fahshlar. Tushunalingmi? Alloh taolo ochiq, oydin aytayapti. Gunohlarga, fahsh ishlarga yaqinlashmang. Ulardan botinlarga ham, zohiriylarga ham, ya'ni ko'rinib turgan bandalar ko'radiganlarga ham va nima? Botiniylarga ham. insonlar ko'rmaydigan qalbda bo'ladiganlarga ham deyapti. Ochiq oydin aytayapti. Demak, farz aynligi mana shundan ko'rinib turibdi. ويتوب مرتكب الفواحش الظاهرة لإطلاعه على ضررها وأما الفواحش الباطنة فقد يعيش دهرا طويلا ولا يفكر بالتوبة منها لجهله بحكمها أو لعدم شعورها بها. Xo'p, endi zohiriy fahsh ishlarni qilgan odam-ku, uni zararini ko'rganlik uchun jamiyatda obro'si ketadi. Odamlar yomon ko'radi. Mana o'sha zino deymizmi, aroqxo'rlik deymizmi, to'g'rimi? Zarar ko'p-da. Inson o'ziga keladigan zararni ko'rgandan keyin nima qiladi? Tezda tavba qilaveradi. Zohiriy gunoh qilgan odamlar. Ammo botiniy fahsh ishlarni qilgan odamlar uzoq muddat yashaydiki, lekin tavba qilishni o'ylamaydi. Balki umrbod tavba qilmasdan o'tib ketadiganlar bo'ladi. Bilmaydi. O'shani hukmini bilmaganligi uchun, shuni gunoh ekanligini bilmaganligi uchun bemalol mo'min haqida yomon gumon qilaveradi. Bemalol mo'minga hasad qilaveradi. Bemalol mo'minni yomon ko'raveradi, adovat qilaveradi. Bor-ku hozir shunaqa holat. Hatto botiniy yashirin narsalar tashqariga chiqib ketgan. Hozir shu darajaga keldiki, zohiriga o'xshab qoldi. Botiniy gunohlar bor-ku, mo'minga nisbatan adovat, mo'minga nisbatan hasad. Bular hozir qalbda bo'lmay qoldi. Mana ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar uni tashqariga, zohirga olib chiqib qo'ydi. Lekin o'shani gunoh ekanligini bilmaganimizdan qilyapmiz-da shuni. Shuning uchun bu farz ayn deyamiz. Bu ilmni o'rganishlik farz ayn. Bilmaganimiz uchun, nahot shu ish qilib o'tirgan bo'lsa musulmon bo'lib turib deb hayron bo'laveramiz. Bilmaydi-da. Yoki sezmaydi o'shani. O'zida borligini sezmaydi, gunohligini biladi. Masalan, hasadni gunohligini biladi. Mo'minga adovat qilishlik gunohligini biladi. Sezmaydi. Agar bir kishi sezdirsa aytadiki, "Yo'q, siz men noto'g'ri tushunyapsizlar. O'zi aslida men mana qanaqa narsa qilyapman" deb o'zini oqlayveradi ham. Chunki u o'shani gunoh qilayotganligini his qilayotgani yo'q. Shu darajadagi kelib qolganmiz. Nimadan? Bularning farz ayn ekanligini bilmaganligimizdan.
Farz ayn bo'lgan ekanini bilganimiz nima qilardik? Biz o'rganardik. O'rganganimizdan keyin albatta musulmon sifatida, Allohdan qo'rquvchi inson sifatida hayotda tatbiq qilgan bo'lar edik. Bu demak birinchi sinf, ya'ni farz ayn bo'lganlar, buyurilgan amallarni farz ayn bo'lganlar, buyurilgan ilmlarning farz ayn bo'lganlar. Ikkinchi sinfi farz kifoya bo'lganlar bor, ilmlarning. Va huwa ma iza qama bihi al-ba'zu saqata at-taklifu anil baqin. Farz kifoya degani odamlardan, shu farz bo'lgan kishilardan ayrimlari, ba'zilari uni qoyim qilishadigan bo'lsa, amalga oshirishadigan bo'lsa, boshqalardan unga bo'lgan taklif soqit bo'ladi. Unga bo'lgan farz soqit bo'ladi. Va iza lam yuqim bihi ahadun fal kullu asimuna. Agar jamiyatning ichidan biror kishi unga qoyim bo'lmasa, uni bajarmasa, hamma barobar gunoh bo'ladi. Farz bajarmagan sifatda. Farz kifoya mana shunday farz hisoblanadi. Farz ayn har bir kishi o'zi bajarmaguncha zimmasidan soqit bo'lmaydigan farz bo'lsa, farz kifoya o'sha mukallaf bo'lgan kishilardan ayrimlari uni bajaradigan bo'lsa, qolganlardan soqit bo'ladigan farzi kifoya bo'ladi. Lekin biror kishi uni bajarmasa nima bo'ladi? Hamma barobar gunohkor bo'ladi. Val ulumul mafruza kifaiyan hiya ma yatawaqqafu alayha salahul umma. Endi farz kifoya bo'lgan ilmlar, bular ummatning salohiyati uchun, ummatning solih bo'lishligi, ummatni ehtiyoji, qonishini ta'minlaydigan, ehtiyoji ana shunga qarab qolgan ilmlar. Katta'ammuq fi ilmil fiqh. Masalan, fiqh ilmida chuqur o'rganish. Chunki ummatga ehtiyoji bor, ummatning ehtiyoji bor unga. Masalan, savdoni eng nozik jihatlargacha o'rganadi-da, farzi ayn o'laroq o'rgangan savdogarlar uni bilmaydi, o'shalar so'rasa nima bo'ladi? Aytib beradi. Va u bilan shariatni, amalni tatbiq qilib oladi tojir. Ya'ni uni salohiyati yuzaga chiqadi shu bilan. Yoki namozingizda siz qaysidir mustahabni bilmaysiz yoki makruh amal qilib yurgansiz, buni chuqur o'rgangan faqih sizga o'rgatadi va bu bilan namozingiz isloh bo'ladi. Ummatni islohini ta'minlaydigan, demak, ilmlar mana shu farz kifoya ilmlar hisoblanadi. Yoki bu hojat miqdoridan ortiqcha ilmga, fiqh ilmini chuqur o'rganish. Hojat miqdoridagina hamma bilishligini nima edi? Farz ayn edi. Masalan, farzingizni ado etadigan darajada bilishligingiz sizga farz ayn edi. Bu joyda o'sha hojatdan ortiq, ya'ni har kun ishlatavermaydigan. Masalan, siz namozda adashmasingiz, lekin bir kun adashib qoldingiz. Sajda sahv haqida bilmingiz yo'q. Ana bu chuqur o'rgangan kishidan olib siz isloh qilasiz, namozingizni isloh qilasiz. U ana shuning uchun o'rganadi va o'sha ilmni o'rganishlik unga farz kifoya bo'ladi. Va shu bilan hammani zimmasidan nima bo'ladi? Farz soqit bo'ladi. Qolganlar gunohkor bo'lmaydi endi. وكذلك علم التفسير والحديث. تفسير علمي ham, hadis ilmi ham va usulul fiqh va usulul i'tiqod. Fiqh usullari, e'tiqod usullari juda ham chuqur o'rganishlik bularni. وكذلك علم الحساب والطب والصناعة وعلم الصلاح لإعداد العدة. Shuningdek, hisob ilmi, matematika, algebra ilmlari yoki tabobat ilmi yoki sanoat ilmi, mana ishlab chiqarish ilmlari yoki qurol-yarog' ishlab chiqarish ilmlari, ummatga shunaqaligi, nima deydi, tayyorgarlik, hozirlik, dushmanlarga nisbatan hozirlik ko'rishlik uchun mana shu narsalarni o'rganishlik farzi kifoya hisoblanadi. Biz farzi anga ham e'tibor qilmaymiz. Hozirgi islom ummati, xususan O'zbekistondagi musulmonlar farzi anga ham e'tibor qilmaymiz. Mana sanab o'tdik qanchasini. Farzi kifoyaga ham e'tibor qilmaymiz. Mana qachondan beri gapiramiz, ayollarga qaraydigan shifokorlar chiqishligi farzi kifoya deb. Farzi kifoya. Hozir shuning uchun hammamiz gunohkormiz. Ayollarga qaraydigan miqdorda o'sha hojat ravo bo'lish kerak-da, ummatda, millatda hojat ravo bo'lishlik kerak. O'sha darajada ayol shifokorlar chiqmaganligi uchun hammamiz teng gunohkormiz. Yoki mana shu kunlarda ko'ryapmiz, har bir sohada ekspertlar kerak degan masala qo'yilyapti. Chunki qonunlar, qarorlarni ijrosiga kelganda yaxshi o'rganilmasdan ularni joriy qilib qo'yilyapti-da, juda ko'p muammolar kelib chiqyapti. Nimaga? Bizda o'sha sohani chuqur biladigan, chuqur o'rganib tahlil qiladigan va o'zini maslahatini beradigan odamlar yo'q hisobi. Yo'q hisobi. Demak, yana gunohkor bo'lyapmiz. Hammamiz farz bajarmaganlik gunohkor bo'lyapmiz. Yoki shu darajada bo'lib qolganmizki, yaqinda men axborotda o'qidim, O'zbekiston o'zining zirhlik mashinalarini ishlab chiqarishni boshladi deb. Bu o'zi aslida olqishlaydigan ish. Biz ustidan kulyapmiz. Nechinchi yilda chet el narsasi unaqa edi, bunaqa edi. Mana shu bilan boshlanadi-ku. Shunga biz yetarlik mutaxassislarni tayyorlamasak gunohkormiz-ku aslida. Nega kulamiz? Bu vatanimizning himoyasi uchun.
O'zbekistonning himoyasi uchun kerakli har bir musulmonning zimmasida hozir farzi kifoya bo'lib turgan amal-ku bu. Lekin gunohkormiz. Boshqalarni mayli raketalarni aytmaylik, raketa uchirishini tomosha qilib yuramiz. Boshqalarni qaysidir fandagi, mana hozir oddiy nima, eng achinarlisi oddiy, mana hammamiz kasallikka uchradik. Bu vabo, butun dunyoda bo'lgan vabo bizda yana ham kuchliroq tarqadi. Lekin vaksinani kutib o'tiramiz. Qaysi bir davlat ishlab chiqarar ekan deb qarab o'tiramiz. Bundan ortiq gunohkorlik bo'lmaydi dinda. Vaholanki bizga ham farzi kifoya edi. Uni xuddi ularga o'xshab, o'rganib, tayyorlab, tajribadan o'tkazib, xalqimizga taqdim etishligimiz farz kifoya. Biz yana gunohkor bo'lyapmiz. Mana shu narsaga e'tibor qilmay. Biz bu narsani qilish u yoqda tursin nima bo'lyapmiz? Kim yasar ekan, kim tayyorlar ekan va birinchi bo'lib kim olar ekan, biz qachon olar ekanmiz? Uni ham sotib olish emas, bizga biror kishi olib berarmikin deydigan darajada nochor ahvolga tushib qolganmiz. Hammasi mana shu hozir o'qiyotganlarimiz ilmni qadrini bilmasligimiz, ilmni turlarini bilmasligimiz va o'sha turlarni har birini o'rganmaganligimiz, xususan farzi aynlarga e'tiborsizligimiz, undan keyin farzi kifoyalarga e'tiborsizligimiz bizni mana shunaqangi jar yoqasiga olib kelib qo'ydi. Jar yoqasidamiz. Ozgina qoldi xolos, butunlay qulashimiz ham mumkin. Agar biz mana shu ilmga munosabatda mana shunday ketadigan bo'lsak, jarga qulashimiz ham mumkin. Bu hayot qonuniyati. B. Al-ulumul manhiy anha. Ikkinchi toifa ilmlar bu qaytarilgan ilmlar. Shariatimizda mutlaq hamma ilmni o'rganishlik farz vojib emas, balki ba'zi ilmlarni o'rganishlikdan qaytarilgan. Agar mana shunga quloq tutib eshitadigan bo'lsak, nima uchun qaytarilganligi va juda ham to'g'ri ekanligiga hammamiz iqror bo'lamiz. Xotirjam bo'lamiz bu hukmdan. Faminha al-khawzu fi dirasati al-mazahib az-zalla wal-afkar al-mushakkika wal-aqaid az-za'iga la bi niyyati ar-radd 'alayha wa daf'i khatariha. Turli xil adashgan mazhablarni o'rganishlikda, shakka keltiruvchi fikrlarni o'rganishlikka, adashtiruvchi aqidalarni o'rganishlikka, ularga raddiya niyatida emas, ularning xatarini daf qilish niyatida emas, balki ma'lumotim ko'paysin deb mana shu ilmlarni o'rganishga mukkasdan ketishlik qaytarilgan. Masalan, mukkasdan ketmagan holatda umumiy ravishda ba'zi bir ma'lumotlarni bilish zarar qilmaydi. Shunaqa toifalar bor ekan, buni aqidasi bunaqa ekan, buniki bunaqa ekan deb yoki tasavvuri, tushunchasi, e'tiqodi shunaqa ekan deb o'rganib ketishlikning zarari yo'q-ku, yoki raddiya berishlik uchun chuqur o'rganishlikning ham zarari yo'q-ku. Ammo mani ma'lumotim ko'paysin, dunyodagi shunaqa toifalarni ham hammasini o'rganay deb turib chuqur ketib, juda ham qattiq o'sha dalillari-yu, ularni tushuntirishlari-yu, ta'limotlari mana shularni qattiq o'rganishlik qaytarilgan. Juda ham qattiq qaytarilgan. Bunga oddiy bir misol yomon ekanligiga bir yaqin tanishimiz o'zi ahli saloq, taqvodor bir insonning farzandi dindan chiqib ketganligini nima qilishdi va o'zi keldi. Haqiqatda o'sha turli xil botil aqidalarni qattiq o'rgangan, tabiiy bir narsaga inson qiziqib shug'ullanadigan bo'lsa, hurmat bilan shug'ullanadi. Qiziqqanligi tufayli o'sha o'rganayotgan narsalarga hurmat paydo bo'ladi. Ana shu hurmat orqasidan shu dindan chiqishlik paydo bo'lgan, yuzaga kelgan va endi undan voz kecha olmayapti. Undan ko'ra kuchliroq dalillarni olib kelib qo'ysangiz ham ana u o'rnashgan. Aynan hozirgi man etilgan ilmlarni o'rganish man etilgan ilmlarni o'tganmiz-ku. Ana shunaqangi man etilgan narsaga qadam tashlaganligi uchun shu natijaga kelib qolgan. Alloh hammamizni bundan saqlasin, iymon ne'matimizni o'zi muhofaza etsin. Amma ta'allumuha li bayani zayghiha va raddu shubahatiha tashihan lil aqaidi va zudan anid dini fa huwa farzu kifaya. Ammo bunday noto'g'ri aqidalarni, botil tushunchalarni, fikrlarni o'rganishlik ularning xatolarni bayon qilishlik uchun bo'lsa, shubhalarni rad etishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, aqidani to'g'rilab olishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, bu narsa albatta farz kifoya hisoblanadi. Bunday insonlar ham, bunday ilm bilan shug'ullanadigan insonlar ham kerak. Faqat qanaqa? Mana shu shart bilan. Men ma'lumot doiramni kengaytiraman, kurguzor deb qo'yamiz, u fikr doiramni kengaytirib qo'yaman degan ma'noda o'rganishlikdan qaytariladi. İkincisi ilmut tanjim li ma'rifati makanil masruqi va mawazi'il kunuzi va makanil dhalla va nahvi zalika mimma yaz'amunahu. Gumonlarida o'g'irlangan narsani joyini topaman, xazinalarni o'rinlarini aniqlayman yoki yo'qotib qo'yilgan narsalarni izlab topaman degan ma'noda yulduzlar ilmini o'rganish. Buni astrologiya deydi.
taqdirlarni belgilayman deydi, boshqa qiladi. Mana shunday ilmlarni o'rganishlik nima? Yulduz ilmini o'rganishlik shariatimizda harom hisoblanadi, qaytarilgan. Va huwa minal kahana. Bu folbinlik hisoblanadi aslida. Yo'q narsani, yo'qolgan narsani topib beraman, boshqa qilaman deb o'rganib, shu orqali, o'sha yulduz munajjimlik orqali, demak, narsalarni topib beradi, taqdirlarni aytib beraman deydi. Narsani topib bergandan keyin unisini ham oson aytaman deyaveradi. Demak, bu folbinlik hisoblanadi, bu qaytarilgan. Va qad kadzabahum ash-shar'u va harrama tasdiqahum. Shariat ularni takzib etgan, yolg'onchi degan va ularni tasdiqlashlikni biz musulmonlarga harom qilgan. Amma ta'allumu ilmun nujum, ammo ilmun nujummi? Astronomiya endi bu qismi. Astrologiyaga, astronomiyaga bo'linadi-ku. Ilmun nujummi lidrasatil ilmiya, ilmiy izlanishlar uchun o'rganadigan bo'lsa, mana hozirgi paytda rasadxonalar qurilib o'rganilyapti-ku. Va li ma'rifati mawaqiti salati wal qibla, namozlarning vaqtlarini o'rganishlik, qiblani aniqlashlik masalasida o'rganiladigan bo'lsa, fala ba'sa bihi, buni hech qanday zarari yo'q. Faqat gap o'sha taqdirni aniqlab beraman, yo'qolgan narsalarni topib beraman yoki xazinalarni izlashlikda yordam qilaman deb o'rganishlik haqida gap ketyapti. Bu demak yolg'on ilm hisoblanadi. Uchinchi qaytarilgan ilm ilmi sihri. Bu ham ilm, sehr ilmi. Sehr ilmidan qaytarilgan. Iza ta'allamahu lil ihtirazi anhu fayajuz zalika kama qila. Undan saqlanish uchun, ya'ni kimlardir qaysidir bir jihatini ushlab olib turib, shundan zarar ko'rib qolmasin, o'shaning uchun bilib qo'yishim kerak degan ma'noda o'rgansa zarari yo'q. Lekin o'zini shu er-xotinlarning o'rtasini ajrataman yoki boshqa taqdirlarni o'zgartirishga harakat qilaman yoki odamlarning ko'zini boylab turib falon ishlarni qilaman, mol dunyo to'playman degan maqsadda o'rganishlik harom hisoblanadi. Mana shu 3 ta ilmni shariat harom qilgan. Qolgan hamma ilmlar farzi ayn va farzi kifoyaga bo'linadi. Endi al-ulumul mandub ilayha targ'ib qilingan ilmlar ham bor. Bu 3-toifa ilmlar. Va minha ma'rifatu fazoilil a'malil badaniyya val qalbiyya. Badaniy, qalbiy amallarning fazilatli amallarini bilishlik. Oldingilarimiz farz bo'lgan amallarni, qalbiy holatlarni, haligi gunoh kabira bo'lgan, fahsh bo'lgan narsalarni qalbdagi. Ana shularni o'rganishlik u farz ayn edi. Ammo yoki farz kifoya emas, farz ayn edi. Ammo bu targ'ib qilingan esa ularning fazilatlarini, yaxshi jihatlarini, ya'ni amali qanaqa savobli tomonlari bor, qanaqa odoblari bor deb o'rganishlik, bu nima? Targ'ib qilingan ilm. Va ma'rifatun nawafil va sunan val makruhat. Shariat ilmlaridan masalan nafllarni o'rganish, sunnat amallarni o'rganish, makruh amallarni o'rganish, farz, vojib, harom amallarni emas, balki o'sha mustahab, makruh amallarni o'rganishlik nima ekan? Ilmlarni o'rganishlik, bular targ'ib qilingan ilmlar hisoblanadi. Va ma'rifatu furuzul kifaya, farz kifoyani o'rganish ham mana shunga kiradi. Ya'ni targ'ib qilingan. Farz ayn-ku, farz ayn. Bajarmasa bo'lmaydi. Lekin farz kifoya bir kishi bajarsa qolganlardan soqit bo'lardi. O'sha kifoyani bitta ba'zi kishilarga qanaqa targ'ib bor desa, aynan mana shunaqangi savob bo'ladi deb targ'ib qilingan. Farz kifoyani o'rganishligi kerak. Va ta'ammuq fi ulumil fiqh va furu'iha wal aqid va adillatiha tafsiliyya. Demak, bu farz kifoya bo'lgan fiqh ilmida chuqur o'rganishlik, furu'larni o'rganishlik, aqida ilmini chuqur o'rganishlik va tafsiliy, ijmoliy emas, ya'ni qisqa dalillar bilan emas, balki tafsiliy dalillar bilan, batafsil dalillar bilan o'rganishlik bu farz kifoya edi. Endi unga targ'ib nima ekan? Mana bundan ma'lum bo'lyapti, ya'ni targ'ib qilingan ilm bo'lyapti-da, o'rganishlikka qiziqtirilgan ilmlarga qatoriga kiryapti. Va o'sha o'rganishga qiziqib turib o'rgansa farz kifoyani bajargan bo'ladi. Tabayyana mimma sabaqa hukmul ilmi va ahamiyatuhu fi dinillahi ta'ala. O'tgan gaplarimizdan demak ilmning hukmi va Allohning dinidagi ahamiyati ma'lum bo'ldi bizga. Hammamizga tushunarli bo'ldi. Va anna mawqif as-sadati as-sufiyya min al-ilmi amrun wazihun la yahtaju ila tadlil. Endi o'zimizning mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, buyuk shayxlar, mashoyixlarni nazarda ilmga munosabat ham hech qanday dalilga ehtiyoj bo'lmagan holatda ochiq ravshandir. Ya'ni mana biz kitobni boshlashimizdayoq nimani o'tganmiz? Ilm nima ekanligini, qanday ilmlarga bo'linishligini, mana qalbiy ilmlarni ham o'rganishlik farz ayn ekanligini batafsil yoritdik. Demak, bulardan ma'lum bo'lyapti. Buyuk mashoyixlar ham mana shu fikrda bo'lganliklari uchun bu kitoblarga yozilyapti. Fahum ahlul ulumi wal ma'arifi va arbabil qulubil mushriqa wal arwahil muntaliqa. Ular bunaqangi fikrga kelishdan tashqari o'zlari ilm va ma'rifat egalari hisoblanadi. Bu mashoyixlar. Mushriq, ya'ni porlagan qalblar egalari hisoblanadi. Shu ilm ma'rifatlarni hosil qilganliklari uchun
qalblari nurlangan zotlar hisoblanadi. Muntaliq, ya'ni ochiq, hammaga yorug' bo'lgan ruh egalari hisoblanishadi shu ilm ma'rifatlari tufayli. Va ahlu tahaqquq bil imani val islomi val ihson. Ular dinimizning rukni bo'lgan iymon, islom va ihson rukunlarida haqiqat ahllari hisoblanadi. Ya'ni tahqiq ahllari, shularning haqiqatga yetib borgan zotlar hisoblanadi. Biz hali dinimizni yaxshi o'rganmaganmiz. Hali dinimizga yaxshi amal qilmayotganligimizni mana shu bobda ko'rdik, lekin u zotlar nafaqat yaxshi o'rganish, balki uning haqiqatiga yetib borgan zotlar hisoblanishadi. Ahli tahqiq hisoblanishadi. Fa ba'da an hasalul ulumul ayniyati amadu ila tatbiqil ilmi ala al-amal. U zotlar farz ayn bo'lgan ilmlarni hosil qilgandan keyin ularni o'sha olgan ilmlarni amallarga tatbiq qilishga o'tgan zotlar hisoblanishadi. Biz birinchidan u ilmlarga ega emasmiz. U ilmlarni farz ekanligini bilmaymiz va bilganlarimiz amalga o'tmaganmiz. Hammamizning og'zimizda, aqlimizda, a'zolarimizga o'tmagan amal o'laroq. Lekin bu zotlar hatto ilmda shu darajaga yetishganki, o'sha farzi ayn ekanligini bilib, undan keyin uni o'rganib va tatbiqqa ham o'tishgan, amalga ham o'tishgan zotlar hisoblanishadi. Va qamu bi islohil qalbi va tazkiyatin nafsi va sidqit tavajjuhi ila Alloh taala. ولهذا أكرمهم الله تعالى بالرضا والرضوان والمعرفة والغفران. U zotlar qalbni islohiga qoyim bo'lishgan, nafsni poklashlikka qoyim bo'lishgan, Alloh taologa sidqi tavajjuh bilan to'g'ri yo'nalgan holatda ibodat qilishgan zotlar bo'lishgan. Shu tufayli ham Alloh taolo ularni rozilik va rizvon bilan, ma'rifat va g'ufron bilan, mag'firat bilan mukofotlagan va ikrom qilgan zotlar hisoblanishadi. Shuning uchun ularning ilmga, uni o'rganishlikka bo'lgan munosabatlarini biz ochiq, ravshan dedik. Mana shu sifatlari borligi uchun. Alloh taolo mana shu suhbatimizda aytib o'tgan ilmlarni tushunib, bu ilmlarni turlarini hammasini yaxshilab bilib olib va ularni o'rganmoqlikni va hayotimizda amaliy tatbiqiga o'tmoqligimizni hammamizni mana shunga muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.